Assalomu alaykum hurmatli haydovchilar. Damas avtomobili hozirgi paytda metan muammo bo'lyapti. Ko'pchilik benzinga o'tyapti, majbur. Xo'p, bunda nima bo'ladi? Ko'pchilik benzin ishlamay qolgan bo'ladi. Bu qimmatroq turadi. Keyin arzonlari ham bor, lekin ko'p o'tkaz qiladi. Bunga chiroyli yechim qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Ajoyib mini benzin asos. Buni shashimda ko'rib chiqamizmi? Kalit ochamiz. Bo'ldi, o'chiramiz. Kalit oching. O'rizing. Xullas, bu benzin asos qo'yganlardan keyin benzin asos muammosini unutasizlar. Ishlashi ham o'ta tixa, ovozi deyarli eshitilmaydi, lekin uncha-muncha buzilavermaydi ham. Xudo xolasa, tavsiya qilamiz. Kimga zarur bo'lsa, damaslar kela olasizlar. Chiroyli o'rnatib beramiz. Damasdan tashqari karburatorlar mashinalarga, Tikko'ga ham ishlaveradi kerak bo'lsa, Jiguli, Moskvich hammasiga chiroyli holatda tushib ishlab beradi. Benzinni bemalol yetkazib beradi.